Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, gilamlar 300 do'koni obunachiları padola tushdik. Do'konimizda 1li, 2li qolib ketgan gilamlarimiz bor edi. Sizlarga shuni 50% dan ham arzondan qaytib kelishtirib bersa qaroratli xudo xolasa toza tovarlarimiz getir. Pullarimiz baylanib yotdi. Shuning uchun sizlarga o'zini kelib turgan tan narxidan ham arzora katib qo'yib beramiz. Videolarimiz yoqib turgan bo'lsa bir like bosing. Kommentariya o'zlaringizni fikrlaringizni yazıp kaldıraverasizlar xudo xolasa. Qaranglar, enana 4, uzunluğuna 7 metrlik gilam. Ullu bir zalni egallaydi. 4'e uzunluğuna 7 metrlik gilam. Mana narxlari o'zi avval olgan odamlarimiz biladi. 3500, 3600 ming so'm sotilgan. Dik yarı bahasına bersak ham sizlarga 1.800.000 so'mga tushadi. Sizlarga 1.800.000 ham deb o'tirmaymiz. Bir dana kağallık için tekiz 1.500.000 so'm beramiz. Bunu xarid etasizlar qo'shimchasini. Undan tashqari bir joy namozimiz yana bepul. Yana ulug'liqi buni xudo xolasa. Bir uzun gilam. 28 kvadrat. Keyin bunda 4 metr, 6 metrlik gilamlarimiz var. Arab gilami. Bunu olgan odamlarimiz biladi. Enine 4, Yayber Ömürbek enine 4 metr, uzunluğuna 6 metr olan gilam 24 kvadrat bu gilamimizin razmeri. Bahasını aytib o'tadigan bo'lsak, narxlari 2.800.000, 2.700.000 so'm sotilgan. Hozirgi kunda xudo xolasa 50% dan ham meni rakatib beramiz. 1.400.000 so'm kelib xarid etib ketaverasizlar xudo xolasa. 1.400.000 so'm berasizlar, saçaqli 4-6lik bir butun gilamni xolosda ketasizlar. İpek gilamni zo'rini so'raganlar uchun enina 3.5, uzunluğuna 7 metrlik gilam. En premium kastodagi gilamlarimizdan biri 24.5 kvadrat. Narxi 5.5 milyon so'm, eng kami 5 milyon so'm sotilgan. Yarı bahasına bersak ham 2.750.000 so'm pul oladi ishi durishi. Sizlarga 250.000 so'm kelganingizdan keyin xayr ko'rganimda qaytib 2.5 milyon so'mga beramiz. Buni ko'rinishi bandan bir xil. Aran tarafdan bir xil. Kalınlıklar yine kalın. Arası açılmaydı. Sifatlari vapshim zo'r xudo xolasa. Bir like bosib kelsanglar, bizda tenli podarkalari bor, bir joynamas. Shuningdek 4 metre 7 metrlik qizil gilam. Vapshim dahshat, sifatlari zo'r. Bemalol yuvib siqib ishataverasizlar. Bundan bir dona qolgan. Narxlarini qaranglar. 6 milyon, 6.5 milyon so'm sotilgan. Dik yarı bahasına bersak ham 3.250.000 so'mga sotish kerak sizlarga. Buni sizlere öndetmemiz bir dana kalgallığı sebepli işi duruşunu 2.800.000 so'm beramiz. Gelirse 2.800.000 so'm berese alasizlar ketasizlar xudo xolasa. Bundan 2 yil oldin dim xitovan gilam. Tesla gilami. Tesla gilami sifatlari zo'r. Bu ipek. 4 metre 4 metrlik işi duruşu 16 kvadrat. Narxına qaranglar. 3.400.000, 3.500.000 so'm sotilgan. Yine oyma gilam. Yine Tesla. Bahasını bunu 1.500.000 so'mga beramiz. 1.5 milyon so'm berasizlar, alasizlar ketasizlar. Bunday aksiyalar faqat gilamda 300 do'konda bo'ladi. Kelasan 1.5 milyonni tashiysan, ham 4'e 4 dedim, 4'e 4.5 ekan. 4'e 4.5 bo'lsa ham beraveramiz 1.5 milyon so'm. Kvadratini hisoblasang ham 75.000 so'mdan tushadi. İpekni qalini. Ebellerine çökme buladı. 200-180.000 so'mdan satganmiz vaqtında. Azı 70-75.000 so'm. Bir dana qaqallığı sebepli. Ya Ömürbek. Imında 250.000 so'mlik, 300.000 so'mdan satılgan bir kvadratı gilamimiz. Bunda razmerlerimiz köp. Köp kelganligi sebepli. Bahasını dim çekirmettik bunu. Sifati zo'r, bemalol yuvib siqib ishataverasizlar. Izi ko'p. Buni qo'ygan bilan hech qanday foyda yo'q. Lushik klientlarimizga sotamiz. Ondan boshqacharoq o'zlarimizdan kelamiz. 250-300 sotilgan kvadrati. Ishi durishi 15 kvadrat. Pullari masalan 3 milyon so'm bo'lar edi. Hamma razmerlari bor. Bu azlarimizdan sizlarga bir 40% chegirmada atib beramiz. 3 milyon so'm bo'ladigan bo'lsa,
Qadayta bir 1 milyon 700 ming so'mlara bersak bo'ladi. Kelsanglar ustunda kelishamiz yana. Qizilni yaxshi ko'radigan klientlarimiz uchun qizilni qalınlarından ham bor. Bu azlarimizdan ham hamma razmerlari bor. 300-280 satılıngan. Gelasizlar, bular ham dim arzon narxda atib beramiz, xudo xolasa. Yine qalımızın qalınlığı. Dim sifatlari zo'r, yuvib siqib ishlataverasizlar. Ne rengi o'zgaradi, ne musur rengida, ne ish qilib hech qilib bo'lmaydi gapning qisqasi. Kelasizlar, hammasini chiroyli zo'r narxlarda atib beraveramiz. Yana Feruza moyisi eti 7,5 milyon 8 milyon so'm sotilgan gilamlarimiz 4 milyon so'mga tushdi. Kelasizlar 200 ming so'm kanaldan ko'rib keldim deganlaringiz uchun 200 ming so'm beramiz. Qo'shimchasida bir joyna mazmut. Ya, görünüşü. Dim chiroyli vaz. Undan tashqari ishi pastda yotganlarni hammasini shu chegirma narxida aytib beramiz. Like'larga bosib, kanalga obuna bo'lib kelaveringlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.